Kitap o'qish munbiri avlodlar turbitimizning hurmatli mushtarilar. Tövəndə diqqətinizdə Şvetsiyada o'ltirishliq shoira Rahila Kamalning Laylaning 3 she'ri namliq she'ri. Laylaning 3 she'ri Rahila Kamal. Layla Etiyopiyalik cho'qib. U bakmi yiqimliq. Layla külsə, külməy duralmaysız. Laylaning qaramtul öңi parqarab turadi. O'ng belikidin jaynikigacha uzargan oqush tortuq uning kechmishlaridan bir yaldamı. Sol qo'lidagi qizg'uch belayzuk Laylaning birdan bir zibu zinnati. Laylaning to'lgan ko'ksi uning yuragini qo'qdab turadi. U ishxonaga kirib kelsa, biz ayollar chig'imizda kasofat davitimiz. Ishxonadagi 3 erning ko'zlari parqirab ketadi. Bundaq chaqda Laylaga "Hay, bo'ldi, yomon bo'ladi" deb qo'ysam, u "Sen she'r yozsan-ku, ha? Bu-mu mening she'rim? Bu she'rim bilan g'aflatdagi ayollarni, uyqudagi erlarni uyg'otaman" deganicha qaqaqlab kuladi. Laylaning ikkinchi she'ri uning o'g'li Hamid. Hamid Laylaning o'gay bolasi. Layla to'y qilib 2-yili bir saharda Laylaning eri uyg'onmayli qo'ydi. 4 yoshlik tug'ma majruh Hamid Laylaga qoldi. Bu chaqda Layla 27 yoshda edi. 10 yil o'tdi. Hamid texchila 4 yoshlik boladek. Layla deydi-ki, "Meni o'tdan saqlagan Allohim meni Hamid bilan sinadi. Mana dunyoda eng muhtoj inson Hamid." Layla bu she'rni muhabbat bilan yozadi. Layla 6 yoshga kirgan yili bir qitimliq bombardimanda Laylaning uyiga o't yetib, Laylaning ota-onasi, singlisi o'tda kuyib ketdi. Bir beliki ig'ir yaralangan Layla Darıltamda cho'ng bo'ldi. Laylaga opasidan faqat qizg'uch belayzuk yodgor qoldi. Laylaning 3-chi she'ri to'limi pinhon. Layla qushlarni tiriktaklab sizidi. Layla faqat 5 qushning rasmini sizidi. Texmi qiziqi, Layla bir qushni oq qo'yib, qolgan 4 qushni zaytun rang, binafshi rang, qizil rang va so'sin ranglarda bo'yab qo'yadi. Laylaning qushlari daraxt shexi, gul shexi o'gizlarga qo'nmasdan, balki tamoq ustili, kitob ishkobi, karvitiga, hatto monchalarga qo'ngan. Tamam.